Oxirgi marta qachon oldirdingiz? 3 oy bo'ldi. To'xtang, nemetik perchoska qilib bersam bo'ldimi, bilet? Seryozni nima mana? Bir minut to'xtang qamiz. Hamma narsa oxiri bor, boshi bor, bilat. Siz boshdan hol ko'ryapsiz-da, sraz nervist qilyapsiz. Bunday bo'lmaydi, mana normal sochni, normal soch bo'ladi oxirigacha. Assalomu alaykum. Keling ekan. Bo'ldi. To'xtang, mana bu yerda. Ana endi qarang qani? Qilyapsan. Молодец. Soch ko'rdingiz aka? Yo'q, birat hozir hazırlashyapman, настроение ko'taraman dedim. Bir 5 minutga soch normal qilamiz, o'ylamang. To'xtang, birat hal degan yo'q. Normalmi-ku? Normal. Ahvolni qarang sochni. Birat hazırlashyapman hozir. Mana buni qaraymiz, normal bo'ladi. Chista bilan boy nervist degan gap. Prikol qildik-da, bular. Nervist qilmaydi bundan aka. Soch o'saydigan narsa. Biz ham yoshligimizdan beri shu soch olib kelganmiz, bilamiz soch nimaligini. Prosta bu yerda sizni bir kayfiyatni ko'taramiz dedik, siz fazla tushunmaygan sochni normal qilib qo'yamiz. Men bu incha yumurda yo'q ekan-da sizga. Axir? Kerak, bu qara, bu nemetik perchoska deyapti. Biroq hozir to'xtang. Просто прикол qilib kuldiraman bratni desam, bratdan juda seriozный ekan. Normal, Mixail Ballik sochi dedi. Futbolist olib kelgan sochni ko'rdi. Endi u brat fiziz qimmat bo'ldi. Qimmat qaraysiz hozir. Tepa. Yo'q, hozir просто endi meni degan so'z. Bunday bo'lish kerak-da, futbolistlar tez yuguradi-ku. O'shanda mana Ferrari mashinalariga e'tibor bergan bo'lsangiz, shamolni kesadigan taraf bo'ladi. Agar mana bunday burchak qilsangiz, ishonib ko'rishingiz ham qo'shiladi. Futbolistmisiz? Yurishnaqa kerak menga bular soch ko'pingiz. Futbolistmisiz o'zi? Yo'q. Bo'lmasa nima futbolistga perchoska qilmoq? Men sizga rasmni ko'rsatdim, mana qilib bering dedim. Soch ko'tib beradi sochni bular. Jalka sizga kesadi. Mana bu просто akaga tushuntirib bermagansan qanday bo'lishini. O'tingiz bormi jaga? Mana bunga hozir nervist qilyapti. Mana bu turganiga tushundingmi? Mana bu ahvolda. Mana bu turganiga nervist qilyapti. Buni seksiyona qoldirlar, uchi bilan tortasiz, dazmol bilan. Mana bunaqasiga mana. Ikki mana bunday qilib tortib tomonga tashlab qo'yish kerak. Mana hozir ko'rasiz. Tagida soch yo'qligi umuman bilingani yo'q, mana normal ketyapti. Hali polniy qalin bo'lsa-da, bu endi bu aytgan perchoskaga o'xshamagan bo'lishi